Abdulhay uka, meni yolg'onchiga chiqardingiz uka? Nimaga? Kommentariyalarda o'qidingizmi? Xudo xolasa hammasiga batafsil ma'lumot beraman. Xudo xolasa mana bugun kommentariyada yozilgan hamma savollaringga bugun boricha ochiq-oydin sizlarga batafsil yoritib boramiz. Hamma savollaringga javob beramiz va video davomida shu apparatimizni beda o'rish jarayonlarini ham sizlarga yoritib beramiz. Ungacha to'liq bu apparatimizni obzorini sizlarga tanishtirib o'tsak. Abdulhay endi buni to'liq obzorlarini qilib bersa, kommentariyada yozibdi, nimani shipi qo'yilgan, nimani motorlari qo'yilgan. Yangisi kelibdi sizga bugun. Xudo xolasa yangisi keldi. Mana yangi jarayonlarda mana sveji holatda balonlari yangi kraskalangan. Mana benzin baklari ham yangi. Xo'p, bu yerga akkumulyatorgami? Betga Damazda akkumulyatorini qo'ysak, statorga ham o'tiladi. Ana do'stlar, yana bir yangilik. Bu akkumulyatorni moslaganingizdan keyin bu avtomatik kulishni burab o'tilaveradi. Kulishni burasiz bemalol o'tab, qiynalmasdan haydovchiga yengillik sifatida. Hozir endi buni akkumulyator yo'qligini hisobiga bu nimasidan tortib o'tiladi bu. Xudo xolasa hozir shunaqa. Mana do'stlar, bu nimani shipi dedingiz? Xo'p, bu kombaynlarda bo'ladigan shkif. Bag'i avtomat korobka bo'lingan, buning ichida mufta. Mufta shuning ichida. Bu korobkasi Jiguliniki. Ana do'stlar, oldingi videomizda ko'rsatilgan nimasi jihatiga qaraganda buni farqi ot kuchi ozgina kuchliroq. Shunaqami Abdulhay? Shunaqa. Narigi videolarda ko'rgan apparatimiz 7 talik ot kuchi bo'lsa, buniki 9 talik bo'ldi. Xudo xolasa. 9 talik ot kuchi. Xudo xolasa. Buni rasxodlari qanaqa bo'ldi endi? Rasxodi jinday ko'payadi. Ishlash sifati oshadi. Rasxodi ozgina ko'p, lekin qiynalmasdan ish jarayonini olib boradi, to'g'rimi? Shunaqa. Buni rasxodi qanday? Rasxodini ham aytib o'tib ketaylik. Rasxodi oldingi videolarda 8 grammdan 2 litrgacha bo'lsa, endi 1 litrdan shu 2,5 litr atrofida bo'ladi. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz. Videoga bir dona like, obuna bo'lib qo'yasizlar. Abdulhay, buni tishlari уже yangi holatda ekan. Bu tishlari o'rish jarayonlarida ziyon tomonlari qanaqa holatda? Bu metallari nimadan yasalgan buni? Bir ma'lumot berib o'tingchi. Bularda metali nima desam bo'ladi? Kombayn hisobida, kombayn bilan birga ishlangan versiyadagi narsa bo'ladi. Qachonki bunga no'xatday tosh tishini orasiga kirib qolsagina, o'shanda bu tishiga ziyon berishi mumkin. Undan nag'ida katta toshlar ham buni ustidan ostidan o'tib ketaveradi. Toshli joylariga ham, nima joylariga ham moslashgan narsa. Qulayliklari ko'p. Do'stlar, mana xohlasalaring mana sidinasi ham bor. Sidinasini ulab olib, bemalol ish qilsalaring ham bo'ladi, lekin bu sharoitga qarab, masalan, ko'p daraxtlar bor joylarda, daraxtlarning shoxlari pastli joylarda bu narsa sal noqulaylik tug'diradi. Atak ulab olib, xohlasangiz tekisroq joylar bo'lsa, bemalol o'rib ketsangiz ham bo'ladi. Keyin ulab olib, bemalol manzilingizga yetib olsangiz ham bo'ladi, qiynalmasdan. To'g'rimi, Abdulhay? Shunaqa. Do'stlar, ushbu texnikamizni qo'ldan kelgancha obzorini sizlarga qilib berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz. Mana video davomida Xudo xolasa hozir sizlarga beda o'rish jarayonlarini ham sizlarga yoritib ko'rsatib beramiz. Ushbu videoga, ushbu apparatimizga, ushbu texnikamizga qiziqqanlar Abdulhay ukamizga bemalol telefon qilib murojaat qilishlari mumkin. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali sizlarga batafsil ma'lumotlarni tushuntiradi. Kimga shunaqa texnika kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Videoga nomerlarini yozib qo'yamiz, kommentariyaga nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa ishlab chiqarayotgan videolarini ham batafsil ma'lumot qilamiz.